Prezident Erdoğan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'lgan munosabatni o'sha darajada saqlab keldi. Bu yer siyosiy deb aytamiz. Bu yerda bu Xitoyning da'vatini boshlayib turishga vaziyat. Hech qanday vaziyat yo'q. Bu bir niqoblash, tasdiqni inkor tasdiqlashga niqoblash. Endi Türkiye deydi. Andan bu olimlar deydi, o'zining manfaatini o'ylaganlar. Mesela Türkiye Cumhuriyeti yoki Prezident Erdoğan o'zining manfaatini o'ylaganda Cumhur hukumati ko'ngil bo'ladigan masala, ya'ni Cumhurning jonijon manfaatiga diqqat qilish lozim. Chiqdimi? Mesela ahir yeşildi o canım vatandaşlarım qanday yeşildi? Ben sizlerge sözlep kilovatımın, toxtama sözlep kilovatımın. Cumhur'un canican menfaatinin ma'nisi nima? Cumhur'un canican menfaati degan söz Tayvan meselesi, Şinjan meselesi, Şangan meselesi, Uyg'uriston meselesi, Tibet meselesi. Şunu Türkiye deydi. Bu yer o'zining menfaatini o'ylaganda Cumhur'un canican menfaatini o'ylash lozim deydi. Bu yerda Türkiye o'ylayotgani o'zining menfaati emas. Xalqaro siyosat, xalqaro axloq, xalqaro majburiyat, xalqaro mas'uliyat nuqtada turib, bu yerda bir millat mustamlika bo'lib qolibdi. Uyg'ur, buning erkinligini o'zining qo'liga berish kerak-da. Bu yerda Türkiyening menfaati emas, jahonning menfaati, dunyoning menfaati, insoniyatning menfaati. So'zlayotdi Prezident Erdo'g'an. Senchi nimalar qolma? Şinjan nima sening jonijon menfaatingni kirib qolibdi? Nima sening jonijon menfaating dedi? Nima degan gap? Bu xonali Xitoyning Şinjanda yashayotgan, Uyg'uristonda yashayotgan Mehmet bilan nima aloqasi bor? Samat bilan nima aloqasi bor? Qanday sening jonijon menfaatingni kirib qolibdi? Endi sizlar diqqat qilgan mushuning munosabatlik yana bir nuqta, uni sizlarning samimiylik selib qo'yayotganlar. Nima deydi o desangiz, endi ma'lum tahlillarimiz shuyagicha bo'ldi deydi. Tahlillarimiz shuyagicha bo'ldi deydi. Endi ma'lum qarab turamiz-mi? Bu xabarda deydi. Bu xabar bunday diqqatda, muhokama uchun tayyorlangan xabar. Ana diqqat qilinglar vatandoshlar. Prezident Tramp bilan rais Xi Jinping suhbati. Savdo urushi jongochi vaqt zaman paytlariga kirib keldi. Biz nima dedik? Prezident Reagan vaqt zaman paytlari. Prezident Trump vaqt zaman paytlari. Bugün bu Xitoy tuyuqsiz bir yerda o'zini zaman paytli ichi qator tuzib oldi. Ko'rib qo'ying, jongochi vaqt zaman paytlari. Buni nima qo'shib oldi, ko'ringlar. Buni ko'rib qo'yinglar vatandoshlar. Xi Jinping'in siyasi yo'shirin o'qitishi. Mavzuli xabar 7-oyning 1-kuni Dovyet orbiti e'lon qildi. Yana Dovyet orbiti. Diqqat qiling. Bu xabar bir abzasda mundaq deyildi, men qisqartib oldim. Xi Jinping bir tarafdan Amerika bilan yaxshi bo'lishni yoki yarashishni umid qilib, Amerika bilan garchi o'rtamizda ixtilof bo'lsa-mu, lekin ikki tarafning manfaati yuqori darajada birlashib ketgan hamkorlashish doiralari intayin kam. To'qinish va qarshilashish qiltaqtiriga tushib qolmasligi lozim. O'zaro ilgirlash bilan o'rtaq taraqqiy qilishi lozim deb hisobladi. Xi Jinping bir tarafdan yuqoridagi hisobladi. Yana bir tarafdan Xi Jinping Cumhur'un egilik huquqi, qadr qimmatiga chetiladigan masalalarda diqqatga vatandosh Cumhur o'zining jonijon manfaatini qo'g'dishi lozim. Masala nega chetilibdi? Demak, Cumhur'un mening jonijon manfaatim deydigan masalaga chetilib ketdi. Tayvan masalasi bo'lsin, Chavshan yadro qurollari masalasi bo'lsin, har qanday masala savdo suhbatini dastak qilmasligi lozim. O'xshashda Cumhur'un qonun va siyosat jihatdagi egilik huquq mustaqilligi bilan iqtisodiy jihatdagi barobarlik huquqini suhbatlashishga bo'lmaydi. Cumhur'un egilik huquqi to'g'risida suhbat qilishga bo'lmaydi. Vatandoshlar,
Yani bunu seni kökürüp endi bu sözü endi prezidentimizin mas yüzüge seliştiraylı. Endi mas sözüge katkıdan hürmetli vatandaş, Rusya Sünni hemra agenetleri 7. ayının 5. günü telegramlısı. Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Trump 5. günü muhbirlarga söhbet bayan kılar. Bunda görsetti. 7. ayının 5. günü muhbirlarga söhbet bayan kılıp bunda görsetti. Cungo del hazır. Her kandak mümkün boladigan yoki mümkün bo'lmaydigan ishlar bo'yicha Amerika bilan savdo kelishimi imzolamoqchi bo'lib o'tdi. Muxbir bilan suhbatlashganda prezident Trump bunday ko'rsatdi. Jungo del hozir har qanday mumkin bo'ladigan va mumkin bo'lmaydigan ishlar bo'yicha Amerika bilan kelishim imzolamoqchi bo'lib o'tdi. Başlık haber ne mi dedik? Can menfaati çekilmesi lazım. Demek mümkün bulmaydı can menfaati. Endi Prezident Trump'ın deydi, Cumhur hükümeti mümkün buladigan, mümkün bulmaydigan barliq meseleler bo'yicha kelishim imzolamoqchi bo'lyapti. Hürmetli Turan Efendi, ben sizga nima degan edim? Bizda logikilik tahlil qilmadik Uyg'uriston masalasi degan masala ne degan edim? Hozir bu yerda Prezident Trump'ning so'ziga qarasangiz, bundoq bir jumlani ko'rib olaylik. Qilasan, shunday qilasan. Bundan boshqa yo'l yo'q. Bu mening so'zim emas, bugun xalqaro jamiyatning so'zi. Shuni bejarasan, shuni o'rinlaysan, shunday qilasan. Turan Efendi shunday demoqchi bo'lyapti, Prezidentimiz Trump Efendi. Yani şuna dikkat kılın, hürmetli vatandaş, biz başta xalqaro vaziyetlerini, Şinjan etrafındaki muhitlerini, hemmini tahlil kılıp aldığımızda elip geldik, hürmetli vatandaş. Ahirkatin deyilgan sözüm şu ki, 6. ayının 29. günü, Osaka'da 20 devlet yığını ahırlaştı. 29. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Trump bilen Cumhur'un reisi Xi Jinping Osaka'da söhbet ötkazdi. Ceryanı sizge bizge namel. Bırak 26. günü, 27. günü Osaka'da Japonya'nın veziri Shinzo Abe Uyg'uriston meselesi bilen Şangay meselesini Cumhur'un rehberi reis Xi Jinping'nin aldığı koydu. 6. ayının 30. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Trump'ın kadem tavışı, ayak avazı 38. paralel. Şarkı Şimali Asya'da oruç toxtuşur aynı. Ben min diyenge koyuldu. Prezident Trump ben min diyenge ayak bastı. Hatta ben min diyen de Cenubi Kore taraftan Şimali Kore'ye kadem basıp öttü. 5-6 kadem aldığı mandı. Şarkı Şimali Asya'da muz iridi. Prezident Trump yüzü belgeleyen Hindi Tinç Okyan stratejisi, Hindi Okyan ya Tinç Okyan stratejisi bugün emelileşti. Hindi Tinç Okyan kuralı kadı yani keçelenler Rayno'da muz iridi. Hava illidi. Bahar idi kilip geldi. Vatandaş demek Amerika Koşmuş Ştatlarının Hindi Okyan ve Asya siyasi harekete geldi. Del şunda peytte Türkiye Cumhuriyeti'nin dağla siyasi yönü Prezident Erdoğan alileri 7. ayının 2. günü Beijing'i ziyaret kıldı. Vaziyet şunda geldi. Endi bugün gece hazır Angliya Şinjan için. Prezident Erdoğan Şinjan için Beijing'de deydiğin sözde dedi.
Angliya dedi ki Şangang meselesini biz Angliya Jungo Birleşme Bayanatının roy boyunca hal kılımız dedi. Prezident Erdoğan dedi ki bu mesele her işimiz için sezgür mesele. Biz bunu hal kılışının çağrısını tepişimiz gerek dedi. Çünkü evvel bu cümleden burun Prezident Erdoğan Beijing'de Reis Xi Jinping'in aldığı Şincan meselesi koydu. Allah medet ver Allah. Tahlil kılıp müşiye geç geldik. Bazı sözlerimiz ya doğrudu, ya ki tahlilimizi hata ketkendik. Bilgücü Allah. Ben sizlerle şunçileri tahlil kıldım. Rahmet, hürmetli vatandaşlarım. Sizlerle Allah yar bolsa. Hem de hazır deydiğim bir eş Şangang'ın ciddilikli bu kaptıran şunu divide vatandaş. Şangang'daki ciddilik en katlı oyunduğuna acayip oyun. 48. yıl isiniz basın hürmetli vatandaş. Xitayning Kuomintang partisi Gumran buluştan evvel Beijing Jungo Kuruluqida Pabi bankadagi Pabi qog'oz pul bilan oltin pul o'ttirisidagi tegishish ayrıvaşlash o'yinini o'ynab chiqdi. Bir yil ichida, ya'ni 49 yil Xitayning Kuomintang partisi mag'lub bo'ldi. Bugun siz qarab bakın, kichkina Shangang 7,5 milyon. Hozir Shangangda 4 milyondan ortiq odam namoyish qatnashib bo'ldi, chiqib bo'ldi. Shuning diqqat qilinki, jamoat fikri ikki xil bo'ladi. Biri matbuot orqali vositalik tayyorlaydigan jamoat fikri. İkincisi el-aro, hali ichida tabiiy tayyorlanadigan, stixiyalik tayyorlanadigan jamoat fikri. Buning ichida tayyorlangan jamoat fikri, onun da mı yetersizlik, bunun da mı yetersizlik bo'lishi mumkinki, lekin jamoat fikri